Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Prezident qarori bilan 1-iyunda barcha fuqarolarga bayram sovg'asi beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mana buni bayram sovg'asi desa bo'ladi. Davlat rahbari ishtirok etgan yig'ilishda 2026-yil 1-iyundan kichik biznes uchun ommaviy soliq rejimiga o'tishdagi chegaraviy miqdorni 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirish taklif qilingan. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish tashabbusi bildirilgan. Unga ko'ra, tadbirkorlar ixtiyoriy ravishda 6% stavkada soliq to'lab foyda solig'idan ozod etilishi yoki amaldagi umumiy tartibda ishlashni davom ettirishi mumkin bo'ladi, deyiladi xabarda.